Avlod grant uchun arizani qanday to'ldiraman deganlar diqqatiga. Ro'yxatdan o'tish uchun Avlod Media Telegram kanaliga kiring. Ro'yxatdan o'tish havolasi u yerda joylashgan. Havolani bosgach, so'ralgan ma'lumotlarni kiriting. Birinchi ism, familiya, keyin telefon raqamingiz, shahar. Bu joyga hozir qayerda bo'lsangiz, o'sha hududni kiritasiz. O'qish joyi, ta'lim darajasi, bakalavr yoki magistratura. Yo'nalish va qaysi kurs ekanligi. Xemis ID raqami, pasportdagi ID raqam emas. Agar pasport ID raqamini yozgan bo'lsangiz, arizani boshqatdan to'ldirishingizni so'raymiz. Agar hali Xemis ID raqamingiz bo'lmasa, xavotir olmang. Bir oy ichida uni olganingizdan so'ng ro'yxatdan o'ta olasiz. Ungacha Avlod Media, Ziyo Forum va Ziyo App sahifalariga obuna bo'ling. So'ng Telegram va Instagram profilingizdagi nickname'ni to'liq kiriting. Bu nomlaringizni tanlov davomida o'zgartirmang. Barcha maydonlarni to'ldirgach, jo'natish tugmasini bosing va arizangiz qabul qilinadi. Qabul qilingani ekraningizda mana shunday chiqadi. Bu jarayonda SMS yoki kod yuborilmaydi. Shunchaki arizangiz qabul qilingan holatda saqlanadi. Yana ham to'liq video yo'riqnomani Avlod Media YouTube kanalida topishingiz mumkin.